Tranzitor ishemik xuruj ya'ni bosh miya qon aylanishi vaqtincha o'tuvchi buzilishida tranzitor ishemik xuruj odatda quyidagi ya'ni bo'limlarga bo'linadi. Buni biz gipertonik kriz deb ataymiz birinchisini va keyingisini tranzitor ishemik xuruj deb aytamiz. Ularning insultdan farqi klinik xususiyatlariga asosan tasodifiydir. Tranzitor ishemik xuruj va uning sabablari va patogenezi ko'pincha tubdan bir-biridan farqli. Bosh miya qon aylanishi o'tuvchi buzilishi atamasi paroksizmal klinik ko'rinishlar bilan turli xil bosh miya qon aylanish kasalliklarini o'z ichiga oladi. Bularga turli darajalarda ifodalanadi. Ya'ni 24 soat bilan cheklangan umumiy bosh miya qon aylanishi va o'choqli nevrologik ko'rinishga ega bo'ladi. Reflekslar, ya'ni o'sha jarayon bo'lgan paytda kuzatadigan reflekslarimiz o'ng va chap tomon qo'l oyoqlardagi asimetriyasi, masalan Babinskiy refleksi deb aytamiz. Bu oyoq kaft ostidagi ko'riladigan refleksi, bular paydo bo'lishi uzoq davom etadigan patologik ammo funksional jihatidan ahamiyatsiz o'choqli nevrologik alomatlar odatda e'tiborga olinmaydi. Keyin klinik amaliyotda tasvirlangan texnika, ya'ni klinik amaliyotda tekshiriladigan texnikamiz bu kompyuter tomografiya, magnitoresonans tomografiya joriy etilishi vaqtincha ishemik insult holatida bosh miya to'qimasida ichki infarktlarda, ba'zan gemorragik o'choqlarda tez aniqlash mumkin bo'ladi. So'nggi adabiyotlarda bunday ko'rsatmalar vaqtinchalik ishemik insultlarning taxminan 25% aniqlanishi mumkin. Bu holatda hatto bosh miya to'qimasida kichik destruktiv o'choqlarning paydo bo'lishi bilan birga kechuvchi vaqtincha ishemik insultlarni, ya'ni vaqtinchalik alomatlariga ega bo'lgan bosh miya insultlari deb atash taklif qilingan. Bu qoidalarni qo'llab-quvvatlamadi, chunki bu sinflarda faqat chalkashliklarga olib keladi. Biroq vaqtinchalik ishemik insultning o'ziga xos xususiyatlari bor. Ya'ni ular tizimli va tizimsiz bosh aylanishlar, hushdan ketish, mana o'rischasiga obmark deb aytamiz, migren xurujlari, turli xil epileptik tutqanoqlardagi ham hushdan ketishlar bo'ladi. Bular shular bilan chalkashib ketadi. Tranzitor ishemik xuruj o'tkir serebrovaskulyar patologiyaning mustaqil klinik ko'rinishi sifatida tan olindi. Tranzitor ishemik xuruj mavjudligi o'tkir serebropatologiyani yanada og'ir shakli, insult rivojlanishi uchun xavf omili hisoblanadi. Shu bosh miya o'tuvchi qon aylanishining buzilishi, ya'ni tranzitor ishemik xuruj o'tkir serebral patologiyaning eng ko'p tarqalgan shakli hisoblanadi. Uning paydo bo'lishi nashr etilgan statistikada kam baholanadi. Masalan, ular ishonchli bo'lishi mumkin emas, chunki keltirib chiqariladigan klinik ko'rinishlarning qisqa
davomiyligi tufayli bemorlarni ko'pincha tibbiy yordamga murojaat qilishmaydi va ro'yxatdan o'tishmaydi. Tranzitor ishemik xuruj turli nomlar bilan baholanadi. Ya'ni dinamik bosh miyada qon aylanishi buzilishi, insultdan oldingi holat, pretromboz, oldin shunaqa deb diagnoz ham qo'yishardi, hozirgi kunda ham, keyin mikroinsult va boshqalar shular jumlasidandir. Bu nomlarning hech biri ushbu klinik hodisaning mohiyatini aks ettirmaydi. Uning klinik ko'rinishining xilma-xilligi turli xil patogenetik mexanizmlar va serebrovaskulyar hodisalarning davomiyligi, tarqalishi va lokalizatsiyasining xilma-xilligi bilan bog'liq bo'ladi. Patogenezga asoslanib, serebrovaskulyar kasallikning bu guruhi, ya'ni tranzitor ishemik xuruj, odatda vaqtinchalik ishemik xuruj va gipertenziv kriz deb ataladi hozirgi kunda. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.